Agar chaqaloqlarning terisi shunaqa qizarib ketayotgan bo'lsa yoki tomog'ini tagida shunaqa qizarishlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Har xil prisipka, suda krem, shunaqa sinkli kremlarni ishlatayotgan bo'lsanglar, bu sizlarga davolab bermaydi hech qanaqasiga. Faqatgina bu himoya qilib beradi. Men o'zim ham tug'ilgandan beri boshlab ishlataman. Bular hammasi ichida уже даже tugagan. Hammasidan ishlataman. Bu faqat pampers kiydirishimdan oldin surib qo'yaman har safar. Aptekadan Bepanthen mazni olasizlar, Bayerniki bo'lsin. Ishlataman, Nuri уже bizniki ozgina qoldi. Ko'p shundan foyda topdim. Bundan boshqa hech narsadan foyda topmadim. Yana bitta sinalgan uslubim bor. Jo'xorini kraxmaliga nistatin tabletkasini maydalab, aralashtirib, shuni sepib qo'yasiz. Men o'zim oxirgi 4 oy ichida shu Mamaznayt pampersni ishlatdim, qizlar. Agar meni kuzatayotgan onajonlar, yosh onalar bo'lsa, bir marta olib ishlatib ko'rishlarini maslahat beraman. Lipuchkali varianti. Suyuqligini shunaqa shim oladi, umuman pampersda osilish ko'rmaysizlar. Keyin qup-quruq bo'ladi. Shunda qo'yib ko'rganinglarda salfetkalar umuman namshimaydi. Kechqurunga taqqaninglar ertalabgacha bemalol yetadi. Yonlarida mana orqalarida rezinkalari bor. Kakashkalari suyuq bo'lsa chiqib ketishini himoya qiladi. Yon tarafida ham himoyasi yaxshi. Buni reklamaga olgan maqtavotda deyishinglar mumkin. Da reklama bu. O'zim 4 oydan beri bular bilan hamkorlik qilaman. Bekorga emas, chunki qizimga yaxshi tushgani uchun, bundan davolni bo'lganimiz uchun sizlarga ham shuni ko'rsatib beryapman. Xohlasanglar olib bir marta ishlatib ko'ringlar. Agar rostdan yoqmasa kommentariyaga xohlagan fikringizni yozib ketinglar. Hozir ochib ko'ramiz. Bu turshikli varianti. Turshikli varianti nima? Kichkina chaqaloqlarga emas, o'sha emlashib boshlagan chaqaloqlarga tavsiya qila olaman. Keyin yoz kunlarida to'sishga o'rgatayotgan bo'lsanglar, bolajoninglarni shunday yechib, gashok o'tkazib to'sib, yana kiydirib qo'ysanglar bo'ladi. Yaqindan sizlarga sifatini ko'rsatib beraman. Sizlarda ham agar pamperslardan qizarishlar bo'lsa, tomog'im tagida bichilishlar bo'lsa, qanaqa qilib bolajoninglarni tuzatib olgansizlar, shu haqida yozib o'tinglar kommentariyada. Boshqa mamashlarga ham foyda bo'ladi.